Judayam xursandman, tezroq urug'da olamiz va hammalaringga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan o'sha Relizjon va yangi videoga xush kelibsizlar. Nimaga bunchalik xursandsan va judayam tez shoshilib gapiryapsan desalaring, qishloqdagi mer boya menga telefon qildi va qishloqqa somon to'kib ketishibdi. O'sha somonlarni barchasini men terib, merga topshirsam, u menga normalniy sovg'a qilib pul berar ekan. Hop, bolalar bo'lmasa mana bu eskiran kiyimimni olib olaman. Sababi o'zimni sariq kurtovoyniy kiyimcham kirib bo'lmasligi uchun, shuning uchun bo'lmasa tashqariga chiqamiz va nima? Sotiladi? Nimaga bu qo'shnim mashinani sotmoqchi? Yaxshi ko'rardi-ku bu mashinani. Umuman hech kimga buyurmasdan avaylab asrab haydab yurardi. Mashinayam qaranglar, normalniy bo'lib turibdi. Yaxshi, yaxshi. Oborsammikin lekin? Atak bu ham variantda, lekin bitta so'rab chiqaydi nechi pulligini. Qo'shni! Qo'shni chiqing! Alyo! Ey! Kiraver, shu yerdaman. Salom Jital, yaxshimisan? Nima gap uka, tinchmi? Короче, men bitta masala bilan keldim. Men bitta mashinangni sotayotgan ekansam, o'shani nechi pulligini so'ramoqchiman. Salom reis, yaxshimisan? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bo'lyaptimi, ketyaptimi? Hamma ishlaringiz zo'rmi? Mashinani narxiga kelganimcha 180 ga sotmoqchi edim. Mayli, senga 150 ga berib yuboraman, qadrdonim bo'lganing uchun. Yo'q, normalniy, lekin narxlari yaxshi. Bo'lmasa hozir men pulimni sanab senga o'zimni javobini aytaman. Bo'lmasa hozir pulimni sanab kelaman va senga barcha pullarni olib kelib mashinangni sotib olaman. Bo'ldi, shu yerdaman. Xo'p bolalar, men agar hozir pulim yetsa, sarrazdan shu mashinani olvoraman. Sabab o'zi menda 64 ta izmrud va qopchamda ham 64 ta izmrud bor ekan. To'g'rilab 64 ga 64 128 bo'ladi. Menda 150 yana 22 taga yetishmayapti-ku. Nima qilsam bo'ladi? Nima qilay bolalar? Maslahat beringlar. Nima qilay? 128 ta bor hozir menda, yana 22 ta kerak. Xo'p bolalar, nima qilay? Aytgancha. Menga mer ish aytgandi-ku. Esimda ham yo'q. Davay bo'lmasa hozir merni oldiga borib, merdan o'sha somonlarni qayerdaligini topamiz. Qayerda ekan somonlar? To'xtanglar. Bu yerda yo'q. Yoqda ekan. Bo'ldi, ko'rdim. Hop, endi bu somonlarning barchasini olamiz va merga soqqalaymiz. O'zi ololmaydimi nima? Mani ishlataveradi. Atak bu ham yaxshi, lekin nima detsalaring, normalniy soqqa qilib olaman. O'zi qishloqdagi bittagina ishsiz odamman bo'lsam kerak. Yo'q, umuman ishlamayman. Yotaman uyda, kompyuter o'ynab, YouTube'ga video olaman. Sizlarga video olishim uchun judayam ko'p vaqt ketadi. Shuni qadrlagan holda videoga like bosinglar va kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Gap bilan bo'lib hamma ishimni ham tugatdim va endi merga barcha somonlarni beraman. Alyo, chiqing, mer, kiring, chiqing. Baqirma, shu yerdaman, kiray. Asab buzmasdan. Mer nima? Namuncha eshik ochishimiz qiyin. O'zim buzib kirdim. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Salom. Короче, men boyagi aytgan ishingizni hammasini bajardim. Endi men soqqamni bering. Nechta bo'ldi? 34 ta bo'ldi. Bo'lmasa 34 tani sandiqqa soda, u 64 ta izmarodda bemalol o'qitsang bo'ladi. Voy, davay bo'lmasa. Mana pullarni qaranglar. Mayli, o'zimga 64 ta so'm olay. Bo'ldi. Короче, mer mana o'zimga 32 ta 64 ta so'm oldim. Bo'lmasa rahmat sizga ham, sog' bo'ling, omon bo'ling, bo'pti, xayr. Bo'pti, yana ish bo'lsa chaqiraman seni, tayyor bo'lib tur. Okay, mer, men tayyorman. Bemalol ish bo'lsa chaqiravering. Hop bolalar, men bo'lmasa endi mana shu mashinani sotib olaman. Yaxshi. Yes baby, nima detsalaring, judayam xursandman. Umrimda birinchi marta mashina sotib olishim. Yana o'z mehnatimga, o'z pulimga sotib olyapman. His qildinglaringmi? Короче, jitlar qara, menda 150 ta izmrud bor va sendan o'sha mashinani sotib olaman. Pullaringni olib kelgan bo'lsang yaxshi, bo'lmasa menga pullaringni ber va ertaga men senga mashinani tayyorlab beraman. Okay, jital, hozir menda naqd 64 ta va yana 32 ta. Короче,
qo'ya pul bu. Mana senga 64 ta va ikkinchi 64 ta va hozir mana buni 22 ta qilib olay. Okay, mana. Buni ajratib oldik va endi judayam hisob-kitob qiyin deb mana senga yana 22 ta. Yaxshi. Xo'p bo'lmasa, davay ertaga mashinamni kutaman, berasan-a? Ertaga parkovkaga turib turaver, o'sha yerga mashina olib boraman va shuni nomingga hujjatlashtirib, hamma narsani nomingga o'tkazib beraman. Bo'lmasa, bo'pti uka, sog' bo'l. Bo'ldi, bo'lmasa parkovkani oldida turaman, shunday mashina menga nomini o'tkazib berasan. Короче, bo'pti jitter, sog' bo'l, salomat bo'l, ishlaringga omad, peshonangga короче, o'shanaqa she'r burningga qo'yag'in, mayli. Bo'ldi, judayam xursandman man nimaga desalaring, o'z pulim uchun, o'z pulimga man mashina sotib oldim. Mashinam ko'rdilaring judayam zo'r. Bo'lmasa hammaga xayr.